Assalamu alaykum. Xasiyetlik dasturxon programmamizning aziz ko'ruvchilar. Program orqali ko'pchilik bilan ko'rishganligimdan xursandman. Bugungi programmamizda oilada to'limi yeyishlik bo'lgan qaymoqli kunus pranik tayyorlashni ko'rib boqaylik. Undaqda shu aldidan pranikimizni tayyorlash uchun ketadigan xurishlar bilan tanishib chiqaylik. Bugun do'konlardan tayyor setib olgan bo'lgan tayyor xamirni ishlatamiz. Do'konlarda to'ng'iladigan yemeklarni sotadigan bo'limchisida shunday pay tortini tayyorlash uchun qulaylashtirib chiqarilgan pay tortining xamiri bo'ldi. Inglizcha pay sheet deydigan mushu xamirni ishlatamiz. Ondan keyin pranikninki shaklini chiqarganga shunday konus shaklidagi asbob bo'lsa, mushu asbob ishlatamiz. Bu bo'lmagan ahvolda alyumin qog'ozdan foydalanib shunday shakl chiqarg'ili bo'ldi. Uni ilikka birlikda ko'rib baqsaq bo'ldi. Ondan keyin mushu pranikning yuziga surkaydiganga bir dona tuxumni chiqib tayyor qilsak bo'ldi. Mush materiallar ketadi. Undaqda tayyorligimizni boshlasak bo'ldi. Endi bu to'ng'ilgan xamirni xaltasidan chiqarib ambilimizga tekshi yeyib qo'yamiz. Shu odatdagi uy temperaturasida 15 minut yoki 20 minutdek tursizlar bu xili yumshab keyniga biza yanida. Shu chaqcha biza yeyib qo'yib turamiz. İşte 15-20 minutlar bo'lgandan keyin xili yumshaydi. Buni biraqli keyniga yandiratmaydi. Mana shu holatda biza qattiqligi bor yana. Shu xil shunchalik ham yumshagandan keyin mashg'ulotimizni boshlasak bo'ldi. Buni elib birdan shu ekranda ko'rinib turgan shaklda yeyib olamiz. Biza nepiziltimiz. Biza qilin holatimiz, misol nepiziltimiz. Shu birini ekranda ko'ringandek biz ishkasi qilgandek mushkil shaklda sil nepizlatdik. Nepizlatgandan keyin buni tekshir kesib olamiz. Endi kesilganga shunday qiyishini kesgan o'xshashimda gullik jarishlik asbobimiz bo'lsa yaxshi, chiroyli chiqadi. Va asbob bo'lmagan ahvolda odatda normal pichoqda kessak bo'ldi. Mana shunday kesib oldik. Kesib olgandan keyin buni endi konus shaklini ilib, konus shaklini maylab etib, yo'gaymiz. Yo'gaganda uch tarafda sal bo'shliq qo'yib qo'yamiz. Konus shakli chiqib turishi kerak. Andan keyin yo'gab konusning tuvi keyin tarafiga og'iz tarafga borgandimi, yadimi sal azroq bunday tutqichlik birinchilik azroq bir o'rin qo'yib qo'yamiz, bo'shliq qo'yib qo'yamiz. Mana mushkul holatda yo'gsak bo'ldi. Bunda qilsa pishib chiqqandan keyin ajratish o'ng'ayroq bo'ldi, osonroq bo'ldi. Shunday qilib davomliq shu o'xshash usulda kesib olgandan keyin futurliq yo'gab konus shaklimizni yo'gab qiliq tizib turamiz. Andan keyin yana futurliq ichib, yana kesib mushkul mashg'ulotni davomlashtiramiz. Undaqda shu konus shaklli qilibimiz bo'lmagan ahvoldami, bayatdan alyumin qog'ozdan foydalansak bo'ldi dedik-ku. Shuni birlikda ko'rib boqaylik, qanday shaklda foydalanishni. Muvofiq miqdorda, ya'ni sal cho'ngroq qilib alyumin qog'ozni yirtib olamiz. Yirtib olgandan keyin bu alyumin qog'ozni qatlab sal qilinroq qilgandan keyin konus shaklini yasaymiz emas. Mana shuningga sal cho'ngroq yirsak yaxshi. Mana shu ekranda ko'rsatilgandek o'zimiz bunday qatlab konusning shaklini chiqarib olamiz. Shunday qilib mana shu ekrandagidek qilib holatda konusning shaklini chiqaramiz. Mana shu holatda chiqardik konusning shaklini. Herhalde konus shakliga o'xshadi. Endi mushuning ustiga o'xshashlar buni sumay bilan maylab etib, xamirimizni mushuning ustiga xuddi konus qilibimizga yo'gaganga o'xshash buni undan yo'gaymiz. Ana shunday qilib yo'gaymiz. Mush alyumin qog'ozdan mana foydalangan bo'ldi. Buni yo'gab qilibimizni tizib qo'yamiz. Shunday qilib hamini yo'gab qiliblarimizni ratlik tizib oldik. Endi duxovkaga solishdan burun hamisining yuziga bir qur tuxumni surkaytamiz.
Hammasiga tuxumlarni bir qur surkab bo'lgandan keyin duxovkamizga silib 200 gradusda 25 minut pishiramiz. Shunday qilib pryaniklarimiz pishib, duxovkadan chiqdi mana. Endi hozir bekli qiziq. Ekran sal yaqin kelib ko'rib baqsaq, mana shunday chiroyli qizdirib pishib chiqibdi bular. Shunday pryaniklar sal biza qiziq deb yangandan keyin azroq illiq holda bor vaqtida ajratishni boshlaymiz. Bu kunusni tutib turib, yengil to'liq saqlam ajrab chiqdi. Xuddi shu rasmdagidek. Kunusning o'zini biz sumayda maylab olgan bo'g'ashqa ajratish oson bo'ldi. Shunda pryanikmi bak churuk bo'ldi emasmi? Pryanikni chang siqib etmay, yengil tutib turiblar, kunusning o'zini bir saqlab bo'ldi. Xuddi shu ekrandagidek holatda sundirishga ehtiyot qilib ajratib chiqarib olamiz. Bu alyumin qog'ozining tutqichini qo'yib qo'ygan emasmi? Ushliq qilib. Aşağıdan tutib turib, to'lg'ab o'ng so'lga bilan burab turib, tassaq, o'xshashlar alyumin qog'ozining ichida sug'urilib chiqadi, mana shunday. Shunday qilib bo'lmagan ahvolida shu alyumin qog'ozini ishlatsak-mi, mana shunday chiroyli shaklda chiqarib bo'ladi. Uni bayqi kunus bilan silishtirib baqsaqmi, shaklida cho'ng farq yo'q. O'xshashlar alyumin qog'ozda shunchalik chiroyli chiqyapti. Shunga qilib yo'q vaqtida shu alyumin qog'ozdan unumli foydalansak bo'ldi. Mavi silindr qilibniki, buni shu yengillam o'ng so'lga burab turib, sug'urib chiqarib olamiz. Mana bu silindr shakliga shunday chiroyli chiqdi shaklimi. Endi pryanikning ichini to'ldirgan qaymoqni ko'ptirib olamiz. Qaymoqimizni ko'ptirish mashinamizga to'kib, uningga muvofiq miqdorda shakarni qo'shib, yaxshi quyuqlikda, quyuqroq qilib qaymog'imizni tayyorlab olamiz. Bu qaymoq ko'ptirishni biz oldin qitimlardagi oilada tort tayyorlash degan programmalarimizda tafsiliy ko'rgandik. Shunga bugun bek tafsiliy to'xtalmaymiz. Shunday qilib pryaniklarimizni talto'kis muzlab bo'lgandan keyin ko'ptirib olgan qaymoqimizni siqilgan issiqmoq xaltamizga silib, pryaniklarimizning ichini to'ldiramiz. Xuddi shu ekranda ko'rsatilgandek pryanikni birdan-birda elib, issiqmoq xaltamiz bilan ichiga kirgizib turib, qaymoqni to'ldirib chiqamiz. Bu xil shaklda har bir pryanikka mushta qaymoqni to'ldirgandan keyin taqsirimizga tizib elib olsak bo'ldi. Mushta qilib hamma bir qurt to'ldirib bo'lgandan keyin iste'mol qilishdan ilgari to'nglatgandan keyin shu muzlatish bo'limchisida 1,5 soatdek 20 minutda 20 soatgacha atrofda turg'izib qo'ysak, texnik yeyishlik bo'ldi. İçideki qaymoq intayin muzdek, sirtidagi pryanigi shunchalik churuk, balalarimiz shunchalik yaxshi ko'rdi, cho'nglar bek yaxshi ko'rdi. Naydi yeyishlik pryanik bu. Shunday qilib naytimi yeyishlik qaymoqli kunus pryanikimizni tayyorlab oldik. Undaqda bugungi programmamiz mana shu yergacha bo'lsin. Keyingi qitimliq programmalarimizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh, aman bo'linglar.